ko'p aytaman, har yil oxirida rahmat deyman. Mana pullarimni ko'rsataman. Ada, pullarim buncha bo'ldi, bu yili duo qiling deyman. O'tdan kelayotgan foydalarni, O'zbekistondan kelayotgan foydalarni hammasini berib qo'yganman. Yelloda ham o'zlari rahbarlar O'zbekistonda bosh-qosh bo'lib O'zbekistonni qarab turibdilar. Baxt nimada? Baxt keng ma'noli. Boya kamera yoqishimizdan oldin o'zingiz aytdingiz, baxt deganda men xotirjamlikni, oila bag'rida kutaman dedingiz. Ya'ni 300 ta traka bor odamam, furasi bor odamam, 50 ta proyekti bor odamam. Agar xotirjam bo'lib, oilasini oldida bo'la olmasa, vaqt ajrata olmasa, bu baxtli odam emas dedingiz o'zingiz. Shunga qo'shilaman 100%. Baraka. Muvaffaqiyatmi? Muvaffaqiyat qilgan ishingizdan maza qilishingiz va atrofingizdagilar maza qilishi. Ya'ni mana hozir pochta qonimiz, men o'zim maza qilaman, ishga kelgim keladi. Ya'ni посылочный servis qonimiz. Shu ishdan o'zim maza qilaman. Mijozlarimiz muammo bilan kelsa, muammosini hal qilib maza qilaman. Ya'ni ular satisfied bo'lsa, baraka top, hal qilib berding. Mana singan narsamni pakrovach qilib berding yoki bo'lmasam kech kelgan narsamga keyingi safarga diskount qilib berding, roziman desa, men o'sha narsa men uchun muvaffaqiyat bizneslarimda.